Bizning Hamkor avtomobil mulozimat cheklek shirkati mashinaga ehtiyojli har millat xaridorlarning orzusini ko'zda tutib, faqat kimligingizni elib kelib, o'zingiz xohlagan avtomobilni bank qarzi orqali muddatga bilib to'lashlarni yo'l qo'ydi. Undan boshqa shirkatimizning setib chiqargandan keyingi turli mulozimatlardan bahramand bo'la olasiz. Esingizda bo'lsin, siz orzu qilgan avtomobillar Hamkorda. Manzil Qashqar shahar Ko'ylin yo'li xalqaro avtomobil shaharchisi Sebina 2-qavat 12-ishxona. Aloqa qilish telefoni 138 99 19 54 56. Nimkarımız var. Hakka hoşlanmakçı maaş edemedi. Şerif sırkılamaya başla. Çirip kalsa ben siz skeptim birini kılımı. Bu dükkan yavaş dükkan. Yavaş da. Ne satsın bu dükkanda? İşek sattınız. Hiç bir yer işken oldu böyle eşekli koymadın mı? Zəhərli ichimlik va chekimliklarning xumaridan xalos bo'lish davri yetib keldi. Alzot yangi hayot ichimligi uzun yillik tadqiqotning natijasi bo'lib, xumar qilguvchi zaharning badandagi qayta talab qilguvchi replikasini o'zib tashlaydi. Xumar bo'lib qolguvchini azobdan xalos qiladi. Saf, yeshil mahsulot, badanga aks ta'siri yo'q, unimiga kepil bo'la oladi. Zaharga xumar bo'lib qolguvchilarga yangi hayot elib kelguchi Jongshan Alzot biopantexnik cheklek shirkati ishlab chiqargan yangi hayot ichimlik Kilisler. Kese. Hoş gel kapla. Yıkı yağızı ben kilim ağrıtı. Kese. Oldu. Bir hayat işlem lan. Bizle başlayak. Kallardıma çoğu mesele yok ki az da tarih versem saklayıp kalırız. Ben kaysa tibi. Mesele yokken de kim ben dilim çatak çıkıda şoklanmaydıgan da. Ben nefsler yokunap ketmesem çatak çıkmaydı fıkam. Ciddi eser lazım olap kılıp. Kasım kelmesi bir çıkta sonra bilen gider banka. Baş kasıkım Allah'a ve tıksıka dörtte. Şeyde de eser çıkar zaten. Bir bakmayın mı? Bakma. Bak. Kasımka, davalara yaşadığını mağazada. Kaplat bulan. Zara bir çıkta bir eser lazım olap kapta bir kapılmaydı. Bana self gel tusta.
Yo, Qasımka o, hamma dem sizlar bexil deydi, asal desam asal chiqdi, siz eminat bexil emas kelajmasizlar. Baribir to'kiltay deb turgan ukam oqshom bu asalik sachqan chiqib qolibdi ekan. Hayatlık sahnesi bizni har xil rollarga taqsim qilgan. Men manga ishongan, meni tushungan qadrdonlarimdan olgan yo'lliqni izlarimga agishadigan azizlarimga yetkazishni qaror qildim. Chunki u jasoratimizni urg'utadi. Aslimimizni uyg'otadi. G'ururimizni qo'zg'atib, yo'llarimizni yo'ritadi. Madaniyat risolamiz o'chmas, erlik salobitimiz yo'lliq. Yo'lliq kiyimdir. Dada bu insanların da aşağı çıkışkamıra. Ayşarıg nima chiqamroq bo'ldi bolam. Aqsaq Ayşarda aypari deb bir qiz bola bor ekan, shuni deb chiqadi qolishmam da. Bu hech qasongni o'qishi meni tatmagan jima bolam. Ben mush o'qishga butun zihnim bilan birlab o'qiytam, hech qasongni meni tatmadinglar. Dada siz zihinlerini bir qanday okuğa? Ben zihnimni berib o'qiganligimdan har bir sinfda 2 yildan qatlab o'qiganman. Dada qırqırım tüğü nerede? Anam bilen dike bolam, anadan so'rab qolmuş, ananing amilini tiqib qo'ydigan bu figa. Köy kışkınlığı ilan eken bu. Ve yadaş, ilik kiyimden özgetip kelemdik. Yumloq yaxshi o'rnilar ekan. Yumulaq şehir kölbeşir eken. Voy, kelisizlar xanım, kelisizlar. Qaran xo'jayin, bu Nurkun bultur xil qimmat ağan, bu yil kichik kep qoldi. Cho'ng aytamdi, xotirjam bo'lsa. Xo'sh, o'zbekcha. Yetilib ketib ketgan yamab berandikin degan. Yip-yap pachap qilib buni. Xo'sh, o'zbekcha xanım. Bu kiyimni yo'g'il bo'ladimi? Xotirjam bo'lsa, ilig'i xurimkan Nurkunum emas. Xo'sh, o'zlari. Kep qolgandi. Isil Nurk ekan bu-ma? Mush o'zlariga cho'ng kichiklikka naq kelgandan boshqa, hozir yip-yangi fasonni qo'shib o'zgartmasam Voy, qadaylar. nima yaxshi. Ha deyma. Ko'z oldinglardagi har xil fasondagi xurum Nurk kiyimlarni, ko'k qushqun xurum Nurk kiyimlarini tikish o'rni emas, haqiqiy yangi xurum terlarni ishlatib, yangi loyiha usullarini qo'llanib, hunarvan ustalarimiz injiqlik bilan o'z qo'li tikkan yangi fasondagi kiyimlar bor. Agar xohlasanglar, hozir faoliyat vaqti biradin kiyib ko'rib yiqinglar. Vay tövbe, vay tövbe. Ey tövbe, vay tövbe. Vay tövbe, vay tövbe. Tövbe qildim, tövbe. Vay o'sha birtiga zolim boy aqldi izib ilishib qoldi emasmi? Men shuni to'g'ri datim deyman. Maqarsan, maqar. Voy, ukam, nim bo'ldi bu kecha o'g'ani to'g'ri deb ketib qoldi ya? Voy, deganning zaman o'sha birtiga zolim boy aqldi izib ilishib qoldi emasmi? Qasimka shuni to'g'ri deb ketib bormamasmi? To'g'ri. Voy, Qasimka siz nimaga to'g'ri deyli buningga? Voy, o qizil ko'z boyning azaldan beri aqli yo'q demaydi. Yani qas aqldan izib qolgandi voy.